Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Jahon chempionati 2026 mezboni O'zbekistonga $50,000 taklif qildi. Va shu haqda batafsil O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga tayyorgarlik jarayonida bir qator jamoalar bilan o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazishni rejalashtirmoqda. Daryo manbalariga ko'ra, Kanada futbol assotsiatsiyasi O'zbekiston bilan sparring o'yin tashkil qilish taklifi bilan chiqqan. Shimoliy Amerika jamoasi bu bahsni o'tkazish uchun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga $50,000 taklif qilgani aytilmoqda. Unga ko'ra, o'yin borasida tomonlar kelishuviga erishgan. Avvalroq O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi terma jamoalar bo'limining sobiq rahbari Sherzod Egamberdiyev 2026-yil 1-iyunda jahon chempionati mezbonlaridan biri bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazish bo'yicha kelishuv bo'lganini ma'lum qilganda, Daryo manbasining qayd etishicha, mazkur raqib Kanada. Shu bilan birga O'zbekiston mart oyida Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliyaga qarshi o'rtoqlik o'yini o'tkazishi mumkinligi haqida ham xabarlar tarqalgandi. Hatto O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Ravshan Ermatovning sobiq FIFA hakami, hozirda Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti bo'lib ishlayotgan Pedro Proensa bilan muloqot qilgani aytilmoqda. Ammo 5-dekabr kuni bo'lib o'tgan qur'ada O'zbekiston va Portugaliya bir guruhdan joy oldi. Bu esa jahon chempionati oldidan ikki jamoa o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi bo'lmasligini anglatadi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati guruh bosqichi uchrashuvlarini Meksika hamda AQSh maydonlarida o'tkazishi kutilmoqda. Unga ko'ra, oq bo'rilar ilk turda Kolumbiyaga qarshi maydonga tushsa, ikkinchi turda Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya bilan o'ynaydi. Kanavaro jamoasi oxirgi turda Kongo, Yamayka, Yangi Kaledoniya o'rtasida uchrashuvlar g'olibiga qarshi maydonga tushadi deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang.